Ilerus kanalida chiqadigan birorta aka klientimiz bo'layotgan bo'lsa, 10% chegarasi qo'yib beraman. 10%. Zabor bo'ladimi? Buloqchilarga buloq bo'ladimi? Shifol bo'ladimi? Remustini bo'ladimi? Nimaiki bizga mahsulotimizning birintasi klient chiqadigan bo'lsa 10% chegarasi qilib beraman. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalarimiz, hurmatli bizni chet eldan kuzatib borayotgan vatandoshlarimiz, barchalaringizni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Xudo xolasa bugun beton mahsulotlari bo'lgan, ya'ni tayyor yevrozaborlarimiz, rem ustunlarimiz, undan tashqari shilaka buloqlarimiz, shpalelarimizgacha to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz akalar. Bu kanaldan tashqari bizni Instagram kanallarimizda, Telegram kanallarimizda bemalol kuzatib borsangiz bo'ladi. Ilero sizlar uchun hamisha xizmatda, qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, kommentariya bo'limida fikrlarni bildiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, Ilero kanalining kuzatuvchilari. Mana bugunimiz Samarqand viloyati Ishton tumani Sharqit mahalla Kartoshka qishlog'ida ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'rsatamiz. Birinchidan zavodida bloklarda ishlarni ko'rsatamiz. Hozir quyilgan bolalar abitga chiqqani. Dimlanadi. Sizlarga Necha razmerlar bular hozir? 38-18 razmerda. Qarang, ustalarga har bunday bo'lishga ham tayyor bu mahsulot. Hammalari yarimlikda-ku. Keyin mana hammasi bor. Bunaqasi ham kerak, o'zi tayyor bo'ladi-da. Ustolar ham qiynalmaydi. Qarang, bittaklari ham hamma tomoni bir xil. Ancha qulayliklari bor ekan. Qulayliklar bor. Ustolar ham ko'plar bo'ylanmay yog'dan ketib, yog'dan sinib ketadi-ku. Bunaqa tekstikda onlarda hamma ekan bloklar. Hozir nima uchun yopib qo'yapmiz? Bu hozir quyilganda qancha dimlansa, o'zim sement kuchi ham bor-da bunda. Usti suv sepib qo'yiladi. Hozir bolalar abitdan chiqdi. Quyilgan nima, kecha quyilganlar bo'lar. Mana. Bu yana ham mustahkam bo'lishini? Ha, yana hozir usti suv sepiladi. Bu qolipni o'zi. Bu kecha kechqurun quyilganlar-da ular. Bu qaddondan ajratib, uch metr suv bersangiz, shuncha mustahkam bo'ladi, zo'r bo'ladi. Hozir balandligi necha bo'lyapti? 38 ga, bunaqasi 18 da. Balandligi 18. 18 razmerda. Shilaka buloqlarimiz necha puldan bo'lyapti hozir joyida? Shu o'zimizda 3,5 sotyapmiz. 2500 dan. 3,5 sotyapmiz. Dastavkalar qanday bo'lyapti? Dastavkalar qilib beramiz mayda. O'zimiz mana shukur texnikalar bor. Turistlardan ketadi sizga. Mana akalarimiz texnikalari ham bor. Shu atrofga, mana shu atrofga laboratoriya olib berishlari bor. Kamroq kerak bo'lsa laboratoriyaga olib borib beramiz. Koreya mahsulotlari olib qilingan shilaka buloqning apparati o'zi bu. 2 tonna press bilan presslanadi. O'sha press bilan presslanadi. Kelib ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Tagida vibratsiyasi o'zi ikkita tagida. Undan tashqari tepada katta ishlangan vibratsiya bor. O'sha narsa borki, shuni presslab, men aytgan narsa otib yuborsangiz ham buloqni garantiyasini bersa bo'ladi. Bundan tashqari keyin bizlar yana shifollar bor. Bu 2,5 metrlik aka. 2,5 metrlik. Ichida 12lik armaturasi bor aka. Qarang, 12lik armaturasi bor. O'sha narsani armaturani bor uyiga borgan vaqtida sindirib ko'rsin. Xohlasa nechta zakaz bersa, 20 ta bo'ladimi, 10 ta bo'ladimi, 100 ta bo'ladimi, sindirib ko'rsin. Ichida agar armatura bo'lmasa, 100 ta bo'ladimi, shuni tekin qilib beraveraman. Odamlarga o'xshab boshiga masalan 20 sm armatura qo'yib, bu tarafiga sim qo'yib, sal armatura qo'yilgan narsa sal qimmatroq bo'ladi. Nima desangiz, baquvvat bo'ladi. Baquvvat bo'ladi. Tashakkur bo'lsa bo'ladi. Bemalol tekshirib oladi. Agar hozir aytib o'tganingizdek, hurmatli obunachilar e'tibor qilamiz. Birontasida agar polnisda chiqmasa deyapti. Oxirigacha qo'yilganmi bu endi? Boshidan oxirigacha. Agar chiqmasa, 1000 ta bo'ladimi, 2000 ta bo'ladimi, 500 ta bo'ladimi, 300 ta bo'ladimi, shuni tekin beraveradi. Tekin beradi. Armaturasi bo'lmasa ichida. Boshidan oxirigacha armatura bo'lmasa, kelgandan keyin tashlab ko'rib olaverasizlar. Mana akalar. Keyin buni sim qo'yilayotgan jarayon bor-da. Sim qo'yiladi-ku, o'zi tashlab ko'rsangiz bo'ladi-ku. Jeydi. Mana shu o'zini agar sim qo'yilsa, agar tashlab ko'rsangiz, jeydi yorittirishni tushadi. Ko'p joylarda o'zimga ishlataman-ku uni. Ko'p joy o'zim darajani aylanib turishga, setga-betga tortishga o'zimga ishlatgandan keyin ustini bog'lanadi-da, sim bo'lamiz. O'zimda qo'yiladi-ku. O'sha hosil bo'lgandan keyin o'zim simlar kelsa oladi. O'zi yana bir qaytadi. Ikkinchi martaga yana tortadi, o'zi uchinchi 2-3 yil o'zi bu ketadi-da, sim bo'lsa agar. Armatura bo'lsa tursa turaveradi.
Buni armatura mustahkam. o'zimga ishlatib ko'rgan mutaxassislar o'shalar juda yaxshi biladi bu narsani. Sim qo'yib, birovlar 5000, 4000 ga qochib ko'pincha to'g'ri, narxi 5000, 4000 ranjda bo'ladi. 5000 ga. To'g'ri ranjdasi bo'ladi, lekin 2 yilda bir almashtiraveradi-da. Ya'ni xarajatga 2 yilda bir almashtirib, mehnat ko'paytiradi. Aytmoqchi bo'lganingiz, mahsulot olsin, lekin sifatli, ancha yilga xizmat qilsin. Xizmat qilsin. Bu armatura bo'lsa, ancha yilga bo'ladi. Agar shunday turib qo'yadiki, qotiradi-ku, bu 2,5 razmerida. 2 metrliklar ham bor. 2 metrlik ichida karkas setga armatura qo'yiladi. Karkas. To'qiladi hammasiga. Yevrozaborlar bor. 2 metr, 1,5 metr razmerda. 2,5 metr qilib bermaymiz. 2,5 metr to'g'risi hozir qilmay qo'ydik. Sifati qarang. Bu 2 metrlikda uylar aka. 2 metrlik bo'lgandan keyin aka ma'lum bor-ku, 60-80 kiradi o'zi aslida bo'ladi-da. 60 degan bor, 80 degan bor. Bizlarda o'sha 1,20 degan bor. Masalan, agar pastroq joyda bo'lsa, ko'cha balandroq bo'ladi-ku, o'shanga 1,20 ustiga qo'ysam bo'ladi-da. Tushunasizmi? Tagiga bitta qo'yaveradi uydagilar. Buni 2 metrliklari. Keyin bu ko'plar aka 2,5 metr, 2,5 metr qilib bering, unday deydi. Bundan keyin borki 2,5 metr bo'lgandan keyin buni stoykani borki sifati yo'qolaveradi aka. Bilasizmi? Ko'plar shunga e'tibor qilmayapti. Stoyka 80 kirgani bilan undan tashqari 2 metr bo'ladi-ku. Qancha bu baland bo'lgan sari stoyka qo'yilgan bir xil mahsulot soladi hamma. Turli simni solinadi. Qancha baland bo'lavergan sari stoykaning sifati yo'qolaveradi. Stoyka kuchini yo'qotadi. Shuni yo'qotadi. Lobbi joyda lobbinizaga men kirashaman, lobbi odam buni. 2,5 metr lekin bo'lsangiz. Mana uni keyin mana ustalar bundan tashqari pritter Quyilish jarayonlari. quyilish jarayonlari, sonlarga setkalari, nomlar bor. Assalomu alaykum. Ustakalar yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Birintasini ichida agar mashina yillariga, birintasini ichida agar sim bo'lmasa, stoykasini ichida, plitasini ichida sim bo'lmasa, nechkambilik bo'lgan taqdirda men shunisini zakasi olinib, uyga borib sindirib ko'rish, plitanimi, stoykasinimi, gulinimi, tepasida gulini sindirib ko'rsataversin. Agar ichida birontasi sim bo'lmasa, shunday qo'yib beraman. Nechkambilik bo'ladigan bo'lsa. Labzim aka, javob beraman. Tekshirib olamiz. Hurmatli obunachilar, hammaga ham pulni topishni o'zi bo'lmaydi. Hozir mana quyish jarayonlari bilan ko'rsatyapmiz. Uyga borgandan keyin bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Sindirib ko'rsangiz bo'ladi. Mahsulotdan samadan kam bo'lsa deyapti, bepul o'rnatib kelaman deyapti. Agar nechta zakaz qilgan bo'lsangiz ham. O'sha narsani qarang. Bu dimlanadi bu. Dimlangandan keyin 72 soat turish kerak aka, dimda. Bilasizmi? 72 soat turgandan keyin o'zim u blokda nimaga salafonni uradi? Qancha dimda tursa, bu simida shuncha mustahkam bo'laveradi. 72 soat turish kerak aslida. Ko'plar bugun qo'yib ertaga olib chiqib turadi. Zakasi bunday qilib, bunday bo'ldi deb. Sonlarga mahsulotlarimiz shardamgidek karkas setga 15 ga 15 bo'ladi. Setkalarimiz Paddoniga to'liq solinyapti bu. Agar birontasida aytayotganim mana bunaqa setka bo'lmasa, mana shunaqa setka bo'lmasa, stoykasini ichida to'rtlik-ku. To'rtlik simdan 4 ta bo'lmasa, buni o'rga stoykasini ichida aytayotgan narsam, buni stoykasiga ikkita qo'ysangiz ham turadi. Turib beradi. Vaqt bor sim ketadi, turib beradi. 4 ta sim bo'lmasa, setka bo'lmasa, nechkampilik bo'ladigan qat'iy nazar shu narsani tekin qo'yib beraman. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, narsa bo'lmaydi birinchidan. Garantiya beraman, javob beraman o'zim. Yevrozaborlardan tashqari ajoyib yutuqlarimiz bor. Ular hech bundan biladi. 250 ming olib berishlardan holda boriladi. 250 ming. 250 ming donasi, ha? Donasi 250 ming olib beramiz. Mana shu tayyor holatda olib beramiz. 150 kilodan ziyodroq 200 kiloga yaqin bo'ladi. Har bittasi. 2 kishi ko'tarish qiyin narsa-da u. Mana akalar. Ko'proq olsa kelishamiz. Kelishtirib beraman, ha. Quyilgan, mana o'rnatilgan tayyor holda rim ustunlariga ham e'tibor qilamiz akalar. Ustakalarimizda rim qo'yish ustunlari, xizmatlari ham bor.
uylaringizga qoliplari bilan boradi, chiroyli qilib mana shunday shakllarda Rim ustunlarini chiqarib berishadi. Bundan tashqari boshqa fasonlari ham bor-a? Fasonlar bu o'zimiz shunday qo'yganmiz. O'zimizga. Bu yerda fasonlar har xillari bor. Fasonlarni ko'rsatib har xil fasonlar Rim ustunlari bu 60lik, 45lik, 30lik va 25lik razmerlarda kim uyida navs qiladigan bo'lsa, tashqariga shapka chiqariladigan bo'lsa, o'shandan ishida chiroyli chiqadi hozirda. Bu birdan bitta bo'yab qo'ysa bo'ldi-da, odamlarga ko'rbichak qilib beton qo'yib o'zimiz ikki xil xarajat bo'ladi narsa. Hozir bu zo'r chiqyapti. Tagi 65. Egalari stakan quyib, birga bir stakan quydirib nolga olib qo'ygandan keyin 3 ta motor chiqarib ketgandan keyin bizlar bu oramizdagi xohlasa bu to'rtburchagini bo'lmasam bundan buyog'ini hisoblanadi, metrga hisoblanadi. Hammasi metrga hisoblanadi. Bambusligi donasi 200 mingdan quyiladi yerda, o'zimiz ishtondagi. Bu pastgisi, ha? Keyin bu tepasi metroga ketaveradi. Ya, metroga ketadi, ha. Bu donasi necha puldan bu? Bunisi 180 mingdan, bu 200 mingdan, 220 ming. Bo'lsa 280 mingdan qo'yilyapti. Bu baqiroq. Ha, bu katta baqit. Kelaverasizlar. Telefon orqali murojaat qilasizlar. Ob'yom ko'proq bo'lsa, kelishtirib beraveramiz. Albatta. Illarus kanalida chiqadigan birorta aka klientimiz bo'ladigan bo'lsa, 10% chegarasi qo'yib beraman. 10%. Zabor bo'ladimi? Buloshlarga bo'lak bo'ladimi? Shifol bo'ladimi? Remustini bo'ladimi? Nimaiki bizga mahsulotimizga birontasi klient chiqadigan bo'lsa, 10% chegarasi qilib beraman. Yevro zaborlarimiz shunday. 2 razmerda hozirda bu uylarga faqat yerda reklama ko'rincha reklama qilaman. Boshiga borish vaqtim bo'lmaydi. Siz reklama tushuntirib o'tib ketaman-da. 2 razmerda, 1,5 razmerda shunaqa bo'ladi. Men bu 4 ta bo'lmaydi, 3 ta bo'ladi bir. 1,5 razmerdadir. 2 razmerdadir. Bunaqasi 2 bo'ladi, pastda ham 2 bo'ladi. Ichiga solingan stekasi ichiga solingan mahsuloti turli qismi 4 ta solinadi ekan. Bizlarda o'sha bilmayman. 4 ta solinadi, setkasi 15 dan karga setga to'qilgan bo'ladi, o'sha karga setkadan qo'yiladi. Keyin zamaska degan joyda mana o'rinlarni zamaska qilib bu ustiga gul tomoni oldin ustiga zamaska qilinadi, arqa tomonlari tonni bo'ladi zamaskaga. Nurobod bo'ladimi, misol tog'li joylar bo'ladimi, o'sha zamaska qilinmagandan keyin 2 yildan keyin bu narsa o'rnashi 100% bo'ladi. Zamaska qilmasa. Mahsulotni boshqa joydan olsangiz ham, meni olsangiz ham shu narsaga aytingizlar. Oldini zamaska qilib berasan, shu berasan osh joylarini. Arqa tomonni, hamma tomonni qilib berasan. Deb aytsangiz, sizlarga o'zim taklifim, maslahatim, shuni qilsangiz yaxshi bo'ladi. Chunki shamol bo'lgandan keyin bu o'ynaveradi, boraveradi, zamaska qilmagan soat o'ynagandan keyin yil 1 yil 2 yildan keyin o'zi bo'lib-ku, bir taraf tushayotgan bo'ladi, bir taraf sinib ketgan bo'ladi. Nima uchun shundan chiqadi? Zamaska qilinmagan evaziga o'sha narsa bo'ladi. Hozir narxini bir aytib o'tdik. Mana bunday turgan holatida Ishxonning ichiga 320 ming, mana shu ishxonga borib o'rnatib berishlari, oldi-orqa zamaska qilib berishlari. 2 metrligi, ha? 2 metrligi. 1,5 metrligi 280 mingdan qilib beraman. Ishxonning ichiga 280 ming, uylar o'zida chiqadigan bo'lsa, yana 10 ming tushib beraman. Qaysi komplektda bo'ladigan qat'iy nazar, uylar o'zida 10 ming tushib beraman. Eng og'ir qatorga narxidan yana 10 ming tushib beraman.